Bugungi videoda maksimalni sizlarga motivatsionniy va qaysidir ma'noda nima desam bo'ladi, sizlar bilan yanayam yaqindan tanishmoqchiman. Mani tanimaydiganlar uchun ismim Shahzoda. 4 yillik SMM mutaxassisi, storiesmaker, ssenaristman. Bundan tashqari man bloggerman. O'zimni blogimni boshlaganimga mana xudo xohlasa 4 yil bo'ladi. Hozirgi blogim, lekin undan oldin men boshqa blog yurgizganman. Va bu blogimni boshlaganimda juda ham yangi profil edi. Tayinli narsa yo'q edi blogimda. Men shunchaki olganman. 9 ta rasm joylaganman. O'zimni rasmim tushgan, o'rtog'im olib bergan edi. Unda iPhone'im ham bo'lmasdi. O'rtog'im iPhone tutardi. Menga fotosessiya qilib bergan. Va o'sha rasmlarni ustiga anaqa yozganman-da. Storiesmaker kim? U nima vazifa qiladi? Bir nima. Короче, 9 ta sarlavha yozganman va tagiga описание yozib chiqqanman. Ma'lumot yozib chiqqanman o'sha rasm ustidagi sarlavhaga-da. Blogimni shu bilan to'ldirganman. Chunki boshida nima qilishni bilmaganman-da. Faqat storiesmaking darslarini tugatganman, kursini bitirganman-da va уже blog yurg'izgim kelgan. O'sha boshqa kursga pulim bo'lmagan va uydagilardan so'ramaganman, chunki storiesmakingni bitirib men hali pul topmagan edim-da. Keyin tekin ma'lumotlarni qidirib maksimalni qancha vaqt ketgan bilmayman, но juda ko'p bepul ma'lumotlarni o'qishni boshlaganman. YouTube'dan podkastlar ko'rardim, soatlab podkast ko'rardim. 1 soat, 1,5 soat, 2 soatlik podkastlarni erinmasdan kirtaxlab, uyga yig'ishtirib, mana shunaqa qilib podkast ko'rardim, bilim olardim. Instagramni o'zidan o'ris blogerlarni, o'ris ekspertlarni ko'p kuzatardim-da va blogimni yurg'izganman. Qanaqadir zakazlar olganman vizualga-da, lekin ichimda anaqa bo'lardi. Sen SMMga o'qimagansan-ku, SMM может в общем boshqacha narsadir. Bu podkastlarda berilmagan narsalardir degan SMM kursiga yozilganman. Va keyin aniq bo'lishicha, SMM kursida men bilgan hamma narsalar bor ekan. Ya'ni men uchun yangilik juda kam miqdorda bo'lganda va darslarni ko'pini ko'rmaganman ham, zerikkanman-da qanaqadir. Keyin bo'ldi. Men SMM bitirib oldimmi, demak endi o'zimga ishonch bilan yurg'izsam bo'ladi u yog'iga deganman-da. Blogimni sekin-sekin o'sha videolar qo'yish boshlaganman, lekin boshida videolarim zo'r bo'lmasdi. Hozir ham idealniy deb ayta olmayman. Vaqtim imkoniyatidan kelib chiqib videolarni joylayman. Va boshida joylagan videolarim tutorial bo'lardi. Bir nima qilish, montaj qilish, bir nimani o'rgatardim, ekran zapisda o'rgatardim. Redmi telefon tutardim, kamerasi zo'r bo'lmasdi. Shunaqa qilib tutorialni qo'yardim. Oradan vaqt o'tdi, qanaqadir bo'ldi, 1 yil bo'ldi-da. 1 yilda zo'rg'a 1000 ta obunachi yig'ganman. Keyingi yilga o'tganda уже shunaqa bo'lgan, bu reelslar ko'tarilmas ekanda. Endi baribir 1 yil qanaqadir ma'noda menga kamlik qilgan tajriba yig'ish uchun. Va bu reelslar uchmas ekan deganman. Bo'lmas ekan, bundan hech qanaqa odam kelmas ekan, u boshqa blogerlar aldashar ekan shekilli, ular target yoqqan bir nima qilgan deganman. Bir kun bitta qiz menga yozgan. Mana shunaqa bir kundami, 2 kundami, короче, kam muddatda menga shunaqa 15 mingta odam qo'shildi. Nima qilsam bo'ladi degan, mani bilimim bor-da. Mana bunaqa qiling, bunaqa bo'ling, foydali narsalar qo'ying, bir nima deganman-da. Keyin u qiz bilan gaplashgandan keyin vau deganman, qanaqa mazza. Shunaqa odam yig'ibdi. Qanaqa bo'lar ekan shunaqa kam muddatda shunaqa obunachilar kelsa deganman. Qanchadir vaqt o'tganda oradan. Bitta reelsim topga chiqqan Ramazon paytida edi. Qarayapman, menga podpiska kelyapti-da. 1000 ta qo'shilgan, 2000 ta bo'lgan. 3000, 4000 va hozir to'xtab qoldim. Men chatbot yoqmaganmi? Hammaga ruchnoy javob berilganda, shuncha odamga gayd yuborish juda qiyin bo'lganda, qo'llarim og'rib ketardi. To'xtab qoladi desam, shu 8000 ta odam qo'shilganda to'xtagan. Reels ungacha uchganda, qanchadir vaqt o'tganda, voy degan, men qachondir bitta qizga havas qilgan edim. O'zimni blogimda ham bor, значит, reelslar uchar ekan-u, lekin yana ozgina o'ylab ko'rishim kerak ekan uni ustida. Qanaqadir ozgina harakat qilib ko'rsam, boshqachasiga qilib ko'rsam, ssenariyni, ichidagi mavzuni, foydani qanaqadir qilib ko'rsam, значит, reels uchar ekan, menga ko'proq bosh qotirishim kerak deganman-da. Va keyingi 1 yillikda o'sha 16 mingtacha odam yig'ganman. 8 mingta kelgan, 8 mingtadan keyin yana uchib 16 mingta qilganman. Keyingi yil blogimni tashlab qo'yganman. Shunaqa bo'ldi. 6 mingtalab odamlar chiqib ketgan bo'ldi-da. 4 mingtami shunaqa. Keyin mana yana sekin blogim ustida ishlab, bu yoq ozgina reels qo'ydim-da, bir kun uyda o'tirib 3 ta reels qo'ydimda. Bittasida aytdim, что men Instagram bepulga o'rgataman. Bugundan unda nima o'rgatsam bo'ladi? Oddiy video olishni o'rgatdim.
vannamga kirdim, bunday qo'yasiz, bu kadr, bu kadr, bu kadr bo'ldi. Probniga 3 ta reels qo'yib yubordim. Bittasi live, ikkinchisi shunaqaroq, bittasi o'sha ekspertniy, shu o'rgatganman. Qarasam yaxshi yig'yapti probniyda. Voy to'xta dedim, probniydan olmadimda lentaga yana boshqatdan qildim. Bu yoqda yaxshi ketyapti. Yana shunaqa holat bo'ldi, что direktda eplab bo'lmadi, blogimni eplab bo'lmadi va 5 kunda 10 mingta obunachi keldi reels orqali. Voy dedim, buni to'xtatishim kerak emas blogimni endi, maksimalni davom ettirishim kerak dedim. Shunaqa bo'ldi, 24 kunda 24 mingta obunachi yig'ib, yilni tugatdik. Judayam kam fursatda bo'ldi-da. Hamma narsani o'zini vaqti bor deydi-ku. Nasib hozirgi paytga kelgan ekanda. Ya'ni o'sha paytda ham qanaqadir miqdorda bilimim bo'lgan, lekin baribir hozirgi tajribam, hozirgi bilimim bo'lmagan. Misol uchun kechagidan hozir ko'proq narsa bilaman. Ertaga misol uchun bugungidan ko'proq narsa bilaman-da. Va mani eng to'g'ri qilgan narsam bu blogimni o'sha payt tashlab qo'ymaganim, qo'l siltab ketmaganim deb aytaman. O'zimga rahmat deyman shu narsa uchun. Yaxshiyam Shahzoda shu payt tashlab ketmagansan deyman-da. Chunki agar tashlab ketganimda misol uchun mana Nasib 3,5 yildan keyin bo'lganini men bilmaganman-da. Agar tashlab ketganimda oz bilmay nima ish qilayotgan bo'lardim. Balkim davlat ishiga kirishni umuman xohlamasdim. Shuning uchun bu kasbni tanlaganman-da. O'zimga o'zim xo'jayinman, xohlagan paytim ishga boraman. Misol uchun mazam bo'lmasa, больничный yozdirmayman, kimdirdan ruxsat so'ramayman, unaqaga borib kelsam bo'ladi, bunaqaga borib kelsam bo'ladi demayman-da, maza qilib o'zimni ishimda ishlayman. Shuning uchun yaxshiyam o'sha payt tashlab qo'ymagan ekanman. Mana hozir mazza qilib o'zimni ishimda ishlayman, o'zimga o'zim xo'jayinman, syomkalarimni o'zim belgilayman, konsultatsiya, boshqa hamma narsani o'zimni rejam bo'yicha, o'zimni xohishim bo'yicha qilaman. Xohlagan joyimga bora olayman, yaqinlarim bilan ko'proq vaqt o'tkaza olayman, misol uchun kerak bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun blog yurg'izishdagi asosiy narsa tashlab qo'ymaslikda. Qiyin bo'ladi, boshida qiyin bo'ladi. Hammaga o'rganib olguncha, o'zini stilini topib olguncha, boshqa. Lekin o'sha paytda tashlab qo'ymaslik kerak. Chunki siz bilmaysiz, может shuni qo'lingiz bilan siltaganingiz ertasi kunidir-da nasib blogingiz yurib ketishini. Shuning uchun aytaman, tashlab qo'ymanglar, doimiy va davomiy bo'linglar. Bu meni shiorim. Blog yurg'izyapsizmi? Doimiylik va davomiylik bu omad kaliti.